Iltimos xalqdan befarq bo'lmanglar. Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilar, Oyxo'ja akaning obunachilar. Oyxo'ja aka bugun Toshkent viloyati Zangiota tumani ittifoqqa keldi. Ittifoqda bir ko'ngilsiz hodisa bo'lgan. Mana shu opamlarning xonadonlari baxtsiz hodisa bo'lib, ko'ngilsiz hodisa bo'lgan. Yong'in ketgan, juda oxirgacha yongan. Qurbon hayiti yaqin ehson qilaman degan Saxiy akalar bo'lsa, Saxiy xo'jonalar, xo'ja akalar bo'lsa ehson qilaman desanglar. Opa mahallaning nomi nima? Turobobod mahallasi. Turobobod mahallasi. Zangiota tumani Turobobod mahallasi, Islomobod ko'chasi. Islomobod ko'chasi ekan. Shu xonadonga opa telefon raqamingizni aytib o'tib ketamizmi? Ayting telefoningizni. 93lik 93lik 357 357 79 79 88 raqamiga qo'ng'iroq qilib, karta raqamlarini ham qo'yib qo'yamiz. Ehson qilaman degan okalar, mehribon o'zbek xalqi mehribon bir-biriga ehson qilaman, yordam berishadi, yordam qilaman deganlar bo'lsa, shu opalarga mana bolalari kichkina 1 yil bo'lgan ekan yong'in ketganiga. 1 yildan beri shu yerda hozir eshiklarini ham ko'rib turibsizlar, bir teshilib yotibdi, imkonligi yo'q hozir. Shu yerga keldik, yordam berishingizni so'rab qolamiz. Savob bo'ladi. Savobinglar hammasi duodamiz. Kim savob qilaman deymiz, duo qilishadi mana bu yoqda. Hojoni, hoji dodalar. Iltimos qilaman. Befarq bo'lmanglar. Xalqim. Siqilmay yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Siqilmay karta raqamingizni ham qo'yib qo'yamiz. Avvalo hech kim bandasiga ishi ham tushmasin. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Chiroyli bo'lib bitirib olasiz, yopilib oladi. Ketma-ket o'ykalar mana onamiz ham o'tib qoldilar. Mana bu yoqda devorlargacha yonib ketgan ekan, oka. Devorlargacha yonib, stroy materiallik ham qolmagan ekan. Sharoitligi juda og'ir. 1 yil bo'lgan ekan, 1 yil yomg'irdan qishdan chiqishga amallashgan. Ustalar ham pulligi yo'ligini ko'rib turib tashlab ketishgan.